Assalomu alaykum qarindoshlar, kanalning hurmatli obunachilari va xatlar ishbozlari. Xudo xolasa xatlar jo'jalarimizni 50 tasini Surxondaryoga chiqarib olyapmiz. Pochta qilish jarayonida xudo xolasa navbularimizga ham o'sha jo'jalar tushishni boshlandi. Surxondaryoga akalarimizga berib olamiz. Narxlari akalar 55 ming so'mdan qo'ydik, barobar jo'jalar. Holatlari mana ideal, yaxshi, 1 litrli bankalaringizdan Pasti teng turadigan holatdagi adliya jo'jalari. Sog'lik salomatiga aka garantiya bor. Xudo xolasa kimga adliya jo'jalari kerak bo'lsa, pastki nomerlarga aloqa qilishinglar O'zbekiston 12 viloyatiga kelishilgan holatda dastlabki xizmatini qilib chiqarib olamiz akalar. Narxlari aytganimdek 55 ming so'm. Shoshilamiz. Soni ozroq 700 ta qolgan. Kimga zarur bo'lsa, pastki nomerga qoldirdik. Aloqa qilishinglar O'zbekiston 12 viloyatiga. Qarindoshimiz kanalidan oldim desanglar, xudo xolasa yaxshi qilib chiqarib beramiz akalar. Sizlar kanalda Muhammad Ali bo'ldi. Bizni qardaşlar uchun videodan qattiq bo'lsin. Adler gazini boshlaydi akalar 700 ta bor xolos.